Amerikaning Nyu-York shahridagi jurnalistlarni qo'g'dash komitetining 18 yanvar e'lon qilgan sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, o'tgan yil 12 oyning 1-kunigacha Xitoy dunyoda axborot xizmati sababidan turmaga qamalgan jurnalistlar eng ko'p davlat bo'lgan. Jurnalistlarni qo'g'dash komiteti to'plagan sonliq ma'lumotda Xitoydagi axborot xizmati sababidan turmaga qamalgan 44 nafar jurnalistning tizimligi berilgan. Sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, tizimlikdagi bu 44 kishining 19 nafarini Uyg'ur jurnalistlar tashkil qilgan ekan. Dokladda Uyg'ur biz to'rining qurg'uvchisi, Xitoy doiralari tomonidan muddatsiz qamoqqa hukm qilingan atoqli Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xti uchun ishlangan bir guruh o'qituvchilarning taqdirining qanday bo'lganligining hozirgacha ma'lum emasligi alohida tilga olingan. Washingtondagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Zubayra Shamsiddin xonimning bildirishicha, Xitoyning Uyg'ur muxbir va jurnalistlarni nuqtaliq tutqun qilishi o'zining Uyg'ur rayonida yurgizayotgan bostirish siyosatlarini, bo'libmi insoniyatga qarshi jinoyatlarni yoshirish uchun ekan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti OSCE Amerika hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishining 3 yilligi munosabati bilan bayonot e'lon qilib, Bayden ma'muriyati va uning o'xshash fikrdagi xalqaro sheriklarini Xitoy hukumatining Uyg'ur rayonidagi millatlarga qaratgan yerginishlik vahshiylikni javobgarlikka tortish tirishchanligini hasilab oshirishga chaqirgan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti 19 yanvar e'lon qilgan bayonotida bu komitetning komissari Nuri Turkalning so'zini naql keltirib, Amerika hukumatlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilganligini qarshi olganligi, ammo Xitoyni javobgarlikka tortish tirishchanligini hasilab oshirish kerakligini bildirgan. Amerika Davlat Majlisida qurilgan tekshirish komiteti yiqqan ma'lumotlarda COVID-19 virusining Wuhandagi tajribaxonasidan tarqalib ketgan bo'lish ehtimolligi kuchayayotgan bir sharoitda Xitoydagi tadqiqotchilarning amdilikda 100% o'ltirish kuchiga ega bo'lgan yangi bir xil virusni tadqiq qilayotganligi o'ttirg'a chiqqan. Kundalik xabarlar to'rining deyishicha, Xitoy armiyasi bilan chetishliqqa bo'lgan Xitoy tadqiqotchilar GXF2Y deb ataladigan va o'mliguvchi hayvon pangolindan, ya'ni tog' teshardan tepilgan COVID-ga o'xshash virusni ko'lullab, chashqonlarni yuqumlandirgan bo'lib, chashqonlar 8 kun ichida butunlay o'lgan. Amerika bilan Xitoy pul muomala xizmat guruhining 3-qitimliq yig'ini Xitoyda o'tkazilgan. Xabar qilinishicha, yig'inda pul muomala muqimligi va kapital bozori masalasi, xalqaro pul muomala apparatlari, sijil pul muomala, chegara halqagan chiqim va sonliq ma'lumotlar, pul yuyishning oldini olish va terrorlikning mablag' yurishtirishiga qarshi turish masalasi muzokara qilingan. Amerika Moliya Ministrligining bayonotida 18-19 yanvar kunlari o'tkazilgan yig'inning 2024-yili pul muomala xizmat guruhining tunji yig'ini ekanligi va tunji qitim Xitoyda o'tkazilganligi ta'kidlangan. Germaniyada qo'sh davlat tavallikini yo'lga qo'yish qonun loyihasi parlament tomonidan qabul qilindi. Qonun doirasida Germaniya fuqaroligiga o'tish osonlashtirilib, qo'sh davlat tavallikidagi to'salg'i yo'qitiladi. Olaf Scholz boshchiligidagi markaziy so'lchil birlashma hukumat parlamentga sungan bu qonun loyihasi 234 ga qarshi 382 bilet bilan qabul qilingan. 23 parlament a'zosi bilet tashlashdan voz kechgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Balalar Fondi 7 oktyabr urush boshlangandan buyon İsrailning hujumiga uchirgan G'azzada taxminan 20 ming buvoqning tug'ilganligini xabar qildi. Mazkur fondning bayonotchisi Tess Ingram Birleşken Devletler Teşkilatı Cenve ishxonasiga yig'ilgan muxbirlarga bergan bayonotida İsrailning hujumi sababidan vayron bo'lgan shaharda urush boshlangandan buyon taxminan 20 ming bolaning tug'ilganligini aytdi.